48 FIFA Jahon Chempionati 2026 terma jamoalar uchun asosiy lager mashg'ulotlari qayerda? Jahon Chempionati 2026 uchun FIFAning 9 ta yangi qoidasi, shu jumladan to'pni to'plash, darvozaga zarba berish va burchaklar, temirror. 2026 yilgi Jahon Chempionati uchun FIFAning 9 ta yangi qoidalari, shu jumladan to'pni to'plash, darvozaga zarba berish va burchaklar, temirror. Jahon Chempionati 2026 taqvimi: AQSh, Kanada va Meksikada qayerda tomosha qilish kerak? New York Times. Jahon Chempionati 2026 mezbon davlatlar triosidagi stadionlar uchun vizual qo'llanma. AQSh, Meksika va Kanadadagi 16 ta mezbon stadion haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha narsa 2026 yilgi Jahon Chempionati tarixidagi eng yirik turnirdir. Hammasi bo'lib 16 ta maydon bu yozgi yirik o'yinlarga mezbonlik qiladi va ularning har birida Oz shahridagi sportning o'tmishi, buguni va kelajagi haqida hikoya qiluvchi hikoya bor. Stadion nomlari notanish ko'rinishi mumkin, chunki biz boshqaruv kengashining toza joy qoidalariga zid homiy nomlar o'rniga FIFA tomonidan tasdiqlangan nomlardan foydalanmoqdamiz. Avstraliya, Turkiya, 13 iyun Kanada, Qatar, 18 iyun. Yangi Zelandiya. 2026 yilgi Jahon Chempionatining kuchli reytingi, USA Today'ning barcha 48 jamoasini hisoblash.